Buyuk adib Chingiz Aytmatovning Sarvaqomat Dilbarim qissasi shiddatli hayot yo'llari, olovli muhabbat va kechikib anglangan haqiqatlar haqidagi betakror asardir. Yuk mashinasi rulida talon-davonni zabt etishga ahd qilgan mag'rur haydovchi Ilyos va uning hayotini butunlay yoritib yuborgan, boshiga qizil durra boylagan go'zal Asal. Ularning sof va beg'ubor sevgisi tog' yo'llarida xuddi go'zal bir qo'shiqdek boshlanadi. Ammo inson o'z baxtini topishi qanchalik oson bo'lsa, uni asrab qolishi og'ir sinovdir. Birgina lahzalik adashish, mag'rurlik va xiyonat butun boshli baxt qasrini vayron qilishga qodirmi? Asar o'quvchini chuqur mushohadaga chorlaydi. Sevgi o'zi nima? Uni vayron qilgan odamga ikkinchi imkoniyat beriladimi? Sevgi ustunmi yoki qiyin damda yelka tutgan sokin sadoqat va insoniylikmi? Yillar o'tib, xatolar anglanganda va sog'inch qaratini o'rtaganda orqaga yo'l qoladimi? Ilyos o'zining sarvaqomat Dilbarini va o'g'li Samatni qaytara oladimi? Bu savollarga javobni har bir sahifasi his-tuyg'ularga to'la ushbu kitobni o'qib topasiz. Chingiz Aytmatov mahorati bilan yaratilgan va yillar o'tsa ham qiymatini yo'qotmaydigan shoh asar Sarvaqomat Dilbarim. Albatta o'qing va muhabbatning haqiqiy sinoviga guvoh bo'ling.